Dostlar, zor lokatsiyadan tayyor joy topib qo'yibman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etamiz. 61-maktabning orqasidan tayyor joy. Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda 600 yer maydoniga ega hovli joy bo'ladi. Yashash uchun tayyor, hech qanday rasxoti yo'q. Alasizlar, tur kirib yashayverasizlar. Fasadimiz 20 metrga, orqaga qarab 30 metr bo'ladi. Umumiy yer maydoni 6 o'tib keting. Lokatsiyasi вообще anjariyada bo'ladi. Bog'cha, maktab hammasiga yaqin. Ko'rib turganingizdek, yaxshi darvoza o'rnatilgan, oynalar ham plastik afsadan ishlangan. Aldinda navislari hammasi tayyor. Uyning ichki obzorlari bilan tanishib chiqamiz. Do'stlar, uyimizga kirganimizda ana shunday katta pajani xod bo'ladi. Bu tarafimizda ko'tarma pol qilib, chiroyli etib erganaklar bilan ishlab qo'yilgan. Buni podval deyiladi. Podval sifatida foydalansalar bo'ladi. Uyingizga yaxshi ag'achlardan, yaxshi materiallardan ishlatilgan hamma narsasi zakonniy qilib tayyor joy. Katyolu 10 qo'limizda kirganida katyolu bor. O'chirchiqlar shu yerda joylashgan. Katyol ham umuman yonib turgandan bilinmaydi. Rasxot ham 50 ga 50 deydi. Misol uchun bu qonunchilar 1 million yog'adan bo'lsa, bular 500 ming so'mlik gaz yog'adiganlar. Ekonomishni zo'r katyol deb turibdilar. Uyning birinchi xonasidan tanishib chiqamiz. Shunda kelganimizda chap qo'limizda mehmonxonasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, zo'r etib, chiroyli etib remontlab qo'ygan ekanlar. Ko'chaga qarab oynasi bor, fotolarga hammasi gipsa kardondan. Pullarni keltirsanlar, ana shu mebel texnikalari qoladi. Ana shu servantlari hammasi pulni keltirsanlar, bular ham qoladi. Sababi Qozog'istonga olib ketmaydi-ku endi, tashlab ketadi. Uyimizda usiz ham ko'p narsalar qoladi. Ikkinchi xonamiz spalniy bo'ladi. Spalniyimiz ham chiroyligina, kichkina ixcham spalniy. Общий 3 zal, 3 spalniy bor. Oshxona bu tarafda joylashgan. Uyimizning beri qismidan tanishib o'tamiz. Kelganimizda ana shunday katta hol bo'ladi. Xonalar hammasi razdельный, remontlarni вообще gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsasi tayyor. Birinchi xonamiz bolalar uchun yotoqxona bo'ladi. Oynasi orqaga qaragan. Remontlari zo'r, patoloqlari gipsa kardon qilingan. Islatib o'taman ko'p narsalar qoladi. Bu yerimiz ikkinchi xona bo'ladi. Bu yerda zal sanglar ham bo'ladi. Hajanglar bir spalniy sanglar ham bo'ladi. Xonalar soni ko'p. Shunda kelganimizda to'g'rida katta bir mehmonxonasi bor. Mana. Вообще zo'r remontlarni gap bo'lishi mumkin emas. Oynasi ko'cha tarafga qaragan bo'ladi. Xonasi yorug', patoloqlari gipsa kardon. Konditsionerlar kelib ko'rib, egalari bilan kelishsanglar, ko'p narsalar qoladi. Sababi Qozog'istonga ko'chish munosabati bilan sotilyapti. Bu yoqqa ko'tarib bilmaydi-ku endi. Chap tarafimizda katta bir spalniy bo'ladi. Spalniyimiz ana shunday keng, remontlari zo'r. Orqaga qaragan, ko'cha tarafga qaragan oynasi bor. Spalniyimiz ota-onalar uchun katta bir spalniy bo'ladi. Remontlarni gap bo'lishi mumkin emas. Xonalar hammasi razdельный. Narxi stoyt, unda narxi ham qimmat emas. Toza joylar uchun zo'r baho. Bahoni oxirida aytamiz. Xonalarning soni ko'p, ko'rdinglar. Ana shu podvalimiz, ana shuni tiyinda katta podval joylashgan bo'ladi. Pajani xotimizning ana shunday ko'tarma pol tiyib podval ekan, odam bo'yli, bemalol ichida bir odam tiklanib yursa bo'ladi. Sklad sifatida foydalansanglar bo'ladi. Hamma yeri betonlanib, tayyor holatda turibdi. Вообще zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol bir odam tiklanib yuradi. Ana shu yerdan lyuk qo'yganlar, shu yerdan tushib chiqsanglar bo'ladi. Bemalol sklad sifatida foydalansanglar bo'ladi. Oshxonamiz keng, katta, yorug'ligi zo'r. Kirmashinlar qoladi. Mebellar ham narsasi bor. Orqa qarang oynasi bor katta. Shunda bir chiroyli ugoloklari bor. Oilaviy choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yerimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham tayyor, kafeldan chiqqan, tayyorlanib turibdi. Hamma narsasi bor. Orqa tarafga chiqamiz. Orqa tarafda katta navesi bor. Mana shunday spasi bor. Kelsanglar bu narsalar ham qoladi. Bemalol mol, qo'y boqaman desanglar, hamma narsasi bor. Molxonasi, tovuqxonasi, garaji, remontlar ham zo'r, orqa taraflar ham yaxshi. Orqa tarafimiz ko'rib turganingizdek keng, polni 100% naves bo'ladi orqasi. Bir tarafida zavod yo'q, zavod ishlab olsanglar bo'ladi. Yerlari ochilgan va gullar yigit yozgan zo'r bo'lib turadi ekan. Orqa yarisi naves, mol, qo'y boqaman desanglar hamma sharoit bor. Kladovkasi, tovuqxonasi, bu yoqda yana bir skladi bor ekan. Ustlari mana shifrlangan, chiroyli ishlab qo'yibdilar ekan. Tayyor kelib yashayverasizlar.
Buna açarams mı? Ana şu skuterem satılады. Kızıqqanlar bolsa, men olar telef etsеңler, tayyar, taptoza yarı bahasına veremem deydi. Özleri $1000 algan eken. Köp narsaları kelişip apqasanlar boladı. Arka tarafında buna köp biraz instrumentleri var eken. Vapşi zor, jayam yaxshi yere joylashgan o'zi. Dostlar, uyimizni ko'rib tanishibsizlar, vapşi zor, tayyar uy. Lokatsiyasi ham yaxshi. Bu tarafimizda 61-maktab var, yanında bog'chasi ham var. Orientir, Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri, Zarafshon ko'chasi bo'ladi. Mahalla bormaydi. Yana bir yaxshi yeri, alt tarafı kengishlik bilan. Endi zikashi bor, endi dim kengishlik. Bu yerlardan açıp egiz foydalansanlar bo'ladi. Bu videoni joy qarab turgan tanış bilishlarga tashlab qo'yamiz. Hammaga yana shunday yaxshi uylar nasib etsin. Bizlarga kuzatishda davom qiling. Narxına kelsak, narxi $50.000 aytılib turibdi. Üstünden ketmashib, kelishib, xarid etsanglar bo'ladi. Pastga nominal telefon etsanglar, app kelib o'zingiz ko'rsangiz, ichida biroz narsasi ham qoladi.